Yo va hammaga salom do'stlar. Bu men Sirkfay va bugungi videoda biz Javlon Uzbek Pro'miz va biz yashaymiz. Mayli do'stlar, cho'zmaymiz. Javlon salomlashmoqsan. Yo, hammaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men Javlon Uzbek Pro yanagi Sirkfay qachonga qarasa mana shu aylanib keladi deydi. Mayli do'stlar, cho'zmaymiz va Ketdi. Do'stlar, Shu kiyim vali nimadir? mana kiyim vali, to'g'risini aytsam. Iyoqli. Narsalarni ana, taporim. Sen hisobmabsan, sen o'zingga kerak narsalarni. Mayli, to'rtta avvalo, to'rt narsa keslovchi. Olma, to'xtab tur. Steak bor ekan menda, masanga. O, do'stga kerak bo'lib qoladi. Non bor ekan menda. Qani, oltin bor ekan, olaman. Jitellar bilan shu gaplashib, jitel nima qilyapsan? To'xtab tur mana. Bilasan, bugun prezident kelar ekan qishlog'imizga. O'shaning uchun tayyorlanib turinglar. Prezident keladimi jitel? Yo'q. Men bilmadim bu paytini. Qani, kim? Ana kelyapti, tayyorlaninglar. Qani? Qani? Men tayyor emas edim o'sha. Men tayyor. Mana misol bunaqa tayyor. Jicha tayyor emas edim, Tayyor. Qaysi yo'ldan kelyapti? Qani prezidentimiz? Qani. Tayyorlanib olaylik shu. Bo'ldi, men tayyorman. Qat'iy ekan prezident qarab olishimizga, uni kuzatib kelishimiz kerak. Mani kutib olishmaydimi? Qani prezidentimiz? Qansiz? Biz sizni ko'rmayapmiz, prezident. Yo'lda orqasidan. Aytsiz bo'ladi. Mana. Assalomu alaykum, prezident. Uzra. Nimalar qilyapsizlar? Endi. Shu nima sizni bilmadik kelishingizni. Keling salomlashib olamiz mana shu uyda. Ko'rishamiz. Day marhamat, kiring. Sizni uyingiz bu. Mana tort siz uchun. Mana gaplashib. Tort nimagadir? Mayli do'stlar. Mana hamma uy sizniki, mana oltin. Mana narsalar ham solib qo'ydik. Oltinlar, mana oltin turibdi. Mana shuncha narsa. Mana narsalaringiz, ikkita narsa turibdi, oltinlar olmaslar. Shuncha narsalar. Keling o'tiring, gaplashib o'tiramiz. Tort yeb olamiz. Mani qornim uncha. Kim yeb qo'ygan? Menda bor tort. Men yeb olaylik oxirigacha. Men janob ola, mana qorningni ochma, yeb ol tortni. Men sizga steakdan beraymi? Yeb ol. Javlon, tortni ye, Javlon oxirigacha. Olmadan yeyman. Tortni oxirigacha yeb ol. Ahol. Keyin boshqa tort qo'yamiz, bo'ldi. Sразу tushunmaysan-da. Mayli, nashaga случай. Mazali tort bo'ldi. Shu nima qilib kelyapsiz o'z shaharingizda? Shu sizlar bilan nima olmalar bilan gaplashgani keldim. Yaxshi bo'ldiki, ya'niz. Qani olmalar? Shu bizda ham shu yashab yuribmiz qishlog'imizda. Voy, uzr. Zombilarcha har kuni kelmaydi, lekin kelib turadi. Qanaqa payt bilmay turibmiz. Voh, bo'ldi. Mana narsalaringiz bor. Bugundan boshlab men sizlarga qishloqlaringni yashayman. Rostmi? Yaxshi bu. Yaxshi bu. Jitillar gapirishni bilmaydimi? Bittasi ham gapirmayapti. Biladi, endi sizdan uyalyapti shekilli. Bir marta keldingiz qishlog'imizga, xijolat bo'lyapti. Juda och ekansiz. Yeysizmi? Qalaysiz, prezident? Biz sizni bilmadik kelishingizni. Uzr, biz sizni kuzatib qo'ymaganimizga. Bilmadik. Bugun kelganingizda kim bildingda? Bitta jitil bilan. Mana bilmadim. Qani edi? Voy, seni ko'rmay qopman. Mana shu jitil. Men bilaman. Men sizga beraman. Steak kerakmizga? Prezident, sen berding. Ismi nima edi?
Serkvey Proz. Serkvey Proz. Meni taniysan? Sen bir marta shaharga kelib, nima toshib ketgan ekansan, birinchi o'rinda olgan ekansan. Imtihon. Urushdami? Shunaqa. PVP'larda. Shunaqa bo'lgan. Qornim och. Hop, prezident yaxshi bo'ldi. Sen yaxshi prezidentsizda, mana qishloqda. Nima qilam? Endi qadr ketasizmi, shu yerda yashaysizmi? Aytdim-ku birovni yashayman. Ishingiz yo'qmi? O'rgimchakka. Shaharda jahon urushi bo'lyapti. Yo'q. Urushi bo'lyapti. Jahon urushimi? Yo'q. Shahardanmi? Askarlarim vafot etdi. Biz boraylikmi? Sizga yordam berib turamiz. Bo'ldi. Atirga bomba tushdi, hamma narsa O'shaning uchun keluvdingizmi? Baqa xolos o'zim keldim. Siz uchun bloklar kerakmi? O'natmi? Oltindan. Toshga o'xshatgan mana. Bitta jitil boy. Keling ko'rsatib beraman. Rosa boy jitil bor ekan, o'sha oltindan. Mendan boymas-ku. Sizdan boymas, prosta boyroq. Biroz boy. Sizdan Serkveyda oldi. Bitta chiqib bo'lmaydi-ku, ammo jinsiga ekanda to'g'risini aytsang. Desindirani. Agar jitil ko'rib qolmasa bo'ladi endi. Narsani sindiryapti. Ammo 100% prezident emas. Sanmi? Yo'q. Mana aytdim. Mani o'rtog'im Serkveymi? Prezident aytdi. Zo'rinda jitil. Endi bo'ladida. Bilmasdan qo'yibman. Prezident kirolmadi, uyingga ko'rsatmoqchi edim boyligini, kirolmadi. Bo'ldi tushundim. Aksiyada bergan mana bo'lgan xolos yetibdi. Bitta oxirgacha chopmabdilar o'shancha. Mana chopmaydi. Sani chopib qo'yaman. Mana qo'yapman. Men ham chopaman. Arendaga berilgan. Arendaga hozircha berib berilgan. Hech kim hali olmadi. O'shaning uchun mebellari yo'q. Ovqatingni olish esimdan chiqib qolibdimi? Bo'ldi. Mayli. Bitta bo'ldi. Chunki siz prezidentsiz. Bu uyni to'xtatib oling. Endi uy shart emas, qurilgan. Yaqinda yana madad qilishlar bor O'zbekistonga. Shu mazza qilib yuribmiz. Kellaylarni kelamiz shu jicha. Uzoqlarga borib kelaylik. Prezident kelamiz shu yaqin joylarda aylanib yuramiz. Biroz aylanib yuramiz. Qani siz qayerga ketyapsiz prezident? Qanisiz? Mana. Qayerdan keldi? Shimo. Qanaqadir bizga kirib olib, o'g'irlayapti narsangizni. Tortmoqchi. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Bu prezident to'ymi? Mana. Prezident to'yi. Men chiqib kelyapti-da. Chiqib. Sani uryapti. Sen urmayapsan. Yo'q. Urma endi, chiqaver. Kim uryapti? Bo'ldi, o'ldirib qo'yli, pошел. Yo'q, o'ldirmay. Aldadim, jitin. Chiqaver, iltimos endi. Ketdik. Ahvob bo'pti, yuraversin, baribir yeb qo'ymaydi. Qarab turaman, navarot. Rahmat, bo'ldi, ketdik. Ketdik, yuramiz. Sho'chqa, ko'tingni qisib yur, biz seni yemaymiz. O'g'irlab yoqqa ko'p keladi. Mana jitillar ana shu yerda yashab keladi. O'g'ri. Chora qilamiz. Kim o'g'ri? Ana. Sal o'g'ri bo'lsa kerak degan. Mana yarim kilomiz o'g'ri ketgan. Qaysi? 1,5 milliard. 1,5 milliard yarimmi sizga? Menga bu bile. Ming so'm ekan prezidentga 1,5 milliard. Kim emas, Serkvey Prozbek. Endi bilmasdan-da. Cho'chqani o'sha yerga lavaga tushirib yuboradi, ketdi cho'chqa. O'zingiz chiqib ketmaysiz.
Prezident o'zingiz tushib ketsangiz. Davay yordam beraylik cho'chqani lavaga tushgani. La lava. Chicken. Chicken bo'lganda tushirardik. Hozir cho'chqani orasidan tushiraylik. Ey voy bilsar qoladi. Davay tush. Men cho'chqa emasman. Qaralar qanaqa qilaman. Qo'rqladimmi hozir o'lib ketardim, qo'rqib ketdim, o'lmadim. Yaxshi. Sakraman. Prezident. Yo'q. Prezident nima? Yo'q. O'lsin, prezident o'lib ketdi do'stlar. Nima bo'ldi? Sen nima qilding, Serpe? Hech nima qilmadim. Rosa sakradim. Voy do'stlar, prezident o'lib tish kerak. O'lmasa, hozir uyida yotib endi bilmaymiz. O'lgani bu sandanda. Xo'p, uxlaylik. Manda emas, ikki monster bor ekan. Monster bormikan? Voy. Uxlarim kelib ketdi ya. Gripper тут был. Yaxshi o'ldirdim. Ey, zombi ketdi. Qo'rqib ketdi ey do'stlar. Uxlaymiz endi mushkul. To'xtama, yopolmayapti og'zima. Kichkina zombi kelib olsa o'ldirib ketadi bizni. Tush ko'raman. Voy, mencha tez o'tib ketdi vaqt. Ochay tez eshikni. Endi-da prezident o'lmaganmikan? Uyga olib kelib qo'yishgan. Qani edi? Qani ana tarafda edi uyi. Ana. Prezident qanisiz? Mana prezident. O'lmabsiz-da prezident. Yes, yaxshi. Xullas, xayrlashib olamiz prezident. Keling, siz bilan xayrlashib olamiz. Keling. Do'stlar, sizlar bilan men Serquedim va Jalon O'zbek Pro. Bugungi videoda bizni qishlog'imizga prezident keldi. To'g'rimi prezident? Jalon sana xayrlashib ol endi. Sizlar bilan men edim. Har doimda Jalon O'zbek Pro va Serquedim Pros mana shunaqa qishlog'imizga prezident keldi. Prezident siz ham xayrlashib oling endi. Hammaga xayr aziz obunachilar. Bugun xayr aziz obunachilar, bugun men prezident Jalon O'zbek Pro ekan bunisini. Xo'p, bo'ldi. Serquedim Pro uzakan bu bola. Men mazza qilib bularning masiga kelib. Bu yerda yana qo'shni qishloq bormi bu o'ylayman. Xullas sizlarga hammaga xayr. like va obuna bo'lib sizlarga video yoqsin. Hammaga xayr. Va yo.